bitta. Navbatchilar rahmat bo'ldi. Darsga keldik. Rahmat, yaxshi. Mana endi darsimizni boshlamasdan oldin ikkita guruh bir-biriga omad tilasin bugungi darsimizda. Qani birinchi guruh? Asal, nima deysan? Bugungi darsda hammaning yaxshi qatnashib, yaxshi baholarni oladi. Rahmat. Ikkinchi İkinci guruh. gruba omad tilayman. Ikkinchi guruh. İkinci gruba omad tilayman. Yaxshi, rahmat. Darsimizni uyga vazifasini so'rashdan boshlaymiz. O'tgan darsimizda uyga vazifa nima berilgan? Qaysi mavzuni o'tganmiz? Modda masalasining saqlanish qonuni. Modda massasining saqlanish qonuni. Yaxshi. Qani sizlarga savol. Modda massasining saqlanish qonunini kim yaratgan? Asar. Modda masalasining saqlanish qonuni Lomonosov yaratgan. Juda ham yaxshi. To'g'rimi? To'g'ri. Lomonosov kashf etgan. Modda massasining saqlanish qonunida nima deyiladi? Hadicha. Reaksiyaga kirishi moddalarning massasini hosil bo'lgan moddalarning massasiga teng. To'liqtirib olamiz. Jasmina, reaksiyaga kirishgan moddalarning massasiga teng. reaksiyaga kirishgan moddalarning massasiga teng ekan. Demak, reaksiyaga kirishayotgan moddamizning massasi hosil bo'lgan moddaning massasiga teng bo'lar ekan. Yaxshi, uyga vazifa bajarilganmi topshirig'imiz? Hamma bajarib keldimi topshiriqni? Juda ham yaxshi. Muhammad bajardingmi? Yaxshi, молодец. Ana endi bugun sizlar bilan yangi mavzu o'rganamiz. Yangi mavzumizning taqribi kimyoviy reaksiyalarning turlari ekan. Daftarga yozing temani. Kimyoviy reaksiyalarning turlari. Kimyoviy reaksiyalarning turlari. Kimyoviy reaksiyalarning turlari. Qani bo'lgan bo'lsa, ikkala guruhga savol. Hayotimizda, turmushimizda qanaqa kimyoviy reaksiyalarni ko'rgansiz yoki bilasiz? Qani qomat etsinchi? Yonish reaksiyalar, молодец. Juda ham yaxshi deysiz. Молодец. Bu guruhdan o'tadimi? Soda bilan xususlik reaksiyasi yoki ko'pirishini nafas olish reaksiyalari, молодец. To'g'ri. Ahakni qaynash. Juda ham yaxshi. Birinchi parda. Olmani chirishi yaxshi. Marta? To'g'ri. Yaxshi. Demak, juda ham ko'p turmushda va hayotimizda har kuni ertalab ko'radigan reaksiyalarimiz bor ekan. Ana endi siz qanday o'ylaysiz? Bu reaksiyalarni qanaqa turlarga ajratsak bo'ladi? Qanday turlarga ajratsak bo'ladi? Qani bitta misol aytingchi? Reaksiya fizikalik reaksiya. Kimyoviy reaksiyalar yoki fizikaviy hodisalar desak bo'ladi. Endi bitta kimyoviy reaksiyaga misol aytingda, shunda qanday moddalar qatnashadi? Kim aytib beradi shunda? Qani bitta misol keltirib beringchi. Hayotimizda. Ayting, qani kim nima deydi? Temir bilan temir bilan kislorodni kimyoviy reaksiyada birikishida nima hosil bo'ladi? Temir zanglaydi. Temir zanglaydi, hop. Shunda bu reaksiyani qanaqa reaksiya desak bo'ladi? Kimyoviy reaksiya. Nechta modda reaksiyaga kirishyapti? Ikkita modda reaksiyaga kirishyapti. Biri murakkab, biri oddiy. Reaksiyaga kirishayotgan moddalar qanaqadir? Oddiymi ekan? Oddiy ekan. Yaxshi, olmas? Yaxshi. Fosfor bo'ladi, u oksid bilan yo'q. Kislorod bilan reaksiyaga kirishganda oksid hosil bo'lib yanadi. Молодец, yaxshi. Yana sizlar ikkinchi kurslarda qanaqa deb o'ylaysizlar? Qanaqa reaksiya bor deb o'ylaysizlar yana? Ayting o'zingiz. Sheral, qanaqa reaksiya bor hayotimizda? Nafas olish reaksiyasi qanaqadir? Qani turchi biologiyadan o'rganyapsizlar. Nafas olishda nima bo'ladi? Ayting qo'shilib. Kislorod yutamiz. Nimaga birikadi kislorod? Qanday? Glyukoz. Temir moddasiga birikar ekan. O'tir yaxshi. Ana endi hozir sizlar bilan reaksiyalarni turlarini yozib olamizda, keyin shu bo'yicha topshiriqlar bajaramiz. Tabiatda boradigan turli xil kimyoviy jarayonlarda reaksiyaning 4 xil turi bor ekan. Yozamiz. Birinchisi birikish, 4 ta turi bor ekan. Birinchisi birikish reaksiyasi, ayrilish yoki ajralish deymiz, o'rin olish reaksiyasi, almashinish reaksiyalar. Qarang, formulaga yoki tablitsaga qaraydigan bo'lsak,
her bitta reaksiyada ma'lum bir moddalar reaksiyaga kirishadi. Masalan, birikish reaksiyasida ikkita oddiy modda reaksiyaga kirishib, bitta murakkab moddani hosil qiladi. Reaksiyaga kirishayotgan moddalarni biz reagentlar der ekanmiz. Hosil bo'lgan moddani mahsulot deb aytar ekanmiz. Qani birikish reaksiyasiga bitta misol aytingchi hayotingizdan. Qanaqa misol? Oddiy bitta misol aytib ko'ringchi. Men sizga bitta tajriba ko'rsatay. Nimadir bu? Yugurtni yondirdim. Nima bo'ldi, Jasmina? Yogurtni yondirganimizda yogurtni uchida fosfor bo'ladi. Fosfor kislorodga reaksiyaga kirishib yanadi. Shunda nima bo'lyapti? Fosfor nimaga birikayapti? Kislorodga birikayapti. Reaksiya tenglamasini yozib olamizmi? Yozamiz. Siz ham yozing. Nimaga nimani qo'shamiz? Yozing. Fosfor plus O2 yazamiz. Yozing. Fosfor Kislorod hamda 2 bo'ladi. Fosfor 5. Kislorod 10 beramiz. 10'u 5 geliriz. 10 tane. Koyamaz. Turbo petleri ketur koyamaz. Kislorod işte bo'ldi. Kislorod 10 tane 5 koyamaz. Yaxshi. Reaksiyamiz tengmi? Reaksiyaning o'ng va chap tomonlari teng bo'ldi. Yoza olamiz. Demak, reaksiyaga kirishayotgan moddalar reagentlar, asl bo'lgan moddamiz mahsulot ekan. Reagentlarning birinchisi nima ekan? Fosfor, ikkinchisi kislorod ekan. Juda ham yaxshi. Ana endi keyingi yana bitta shu birikish reaksiyasiga hayotdan bitta misol ko'rsatay. Hammangiz temir qirindilarini bilasiz. Temir reaksiyaga kirishadimi, kirishmaydi? Havoda yonadimi, yo'qmi? Yonmaydi. Temirni mayda qirindilarini olsak, u juda ham yaxshi yonar ekan. Endi bizlar oddiy xona sharoitida shamdan foydalanamiz. Mana shamni yondirdim. Endi uni ustiga temir qirindilarni tashlayman. Yonarmikan qani? Yonyaptimi? Demak, temir qirindilar nima qilar ekan? Qanday yonar ekan? Chuqur hosil qilib. Kim reaksiyasini yozib beradi? Temirni yaxshi shadyan ekan. Siz ham yozing. Qani yozamiz? Temir plus kislorod. Hosil bo'ladi. Yaxshi. Tenglashtiramiz. Durust. Reaksiyamiz nima bo'ldi? Teng bo'ldi. Ana endi shu reaksiyalardan foydalanib birikish reaksiyasiga qoida yaratingchi. Qani kim aytadi? Almas. Oddiy moddalar, oddiy modda qo'shilsa, bitta mahsulot hosil qiladi. Qanday modda hosil bo'lyapti? Murakkab modda. Murakkab moddaning hosil bo'lishiga qanaqa reaksiya deymiz? Birikish. Birikish reaksiyasi deymiz. Yaxshi. Yoza oldikmi? Keyingisi ajralish ekan. Qani ajralish reaksiyasi degan nima tushunasiz? Ha, Muhammad? Suvning parchalanishi. Suvning parchalanishi yaxshi. Suv qaynaganda nimalarga ajraydi? Buv aylanadi. Shunda qaysi gazlar ajraladi? Vodorod, kislorod. Yaxshi, kechir. Yozing. Ajralishga yozamiz. Suvning parchalanish reaksiyasi dedi Muhammad. Yana qaysi reaksiyalar aytsak bo'ladi? Ajralish reaksiyasiga. Qaysi ekan? Ahakning suvda erishi. Qaynaydi, ko'rgansiz. Yaxshi. Yana vodorod nechta bo'ldi? Ikkita nechta bo'ldi? Nech qo'yaverasan? 2 ga qo'yaveramiz. 2. Yaxshi. Demak, bu qanaqa modda suv? Oddiymi murakkab? Murakkabdan nechta oddiy modda ajraladi? Ikkita oddiy modda ajralsa, qanaqa reaksiya ekan? Ajralish. Endi bitta
moddadan ikkita murakkab modda ham ajralishi mumkin ekan. Bu ajralish reaksiyasiga misol bo'ladi. Keyingisi o'rin olish reaksiyasi. O'rin olishda qanday moddalar qatnashar ekan? Oddiy murakkab. Keyin o'rin olish mohiyatini aralashtiryapman ekan. Demak, bitta oddiy modda, bitta murakkab modda bilan reaksiyaga kirishib, murakkab moddadagi birinchi atomning o'rnini olishiga o'rin olish reaksiyasi deyiladi. Shu bo'yicha sizlarga bitta misol ko'rsatmoqchiman. Masalan, metallarning kislotalar bilan reaksiyasi yoki bo'lmasa oksidlarga boshqa bir metal oksidi qo'shilsa, bunda murakkab modda hosil bo'lar ekan. Xo'p, bunga reaksiyaga men og'zaki aytaman, yozamiz. Masalan, yozing alyuminiy, do'stga kim chiqadi? Yozishga alyuminiy. Alyuminiy kim yozadi? Alyuminiy plus xlorid kislotasi. Alyuminiy plus H klor. H. Alyuminiy sodda. Klor. Qaysi nomasi keladi? Alyuminiy vodorod nomi keladi. Alyuminiy klor plus nima qoladi? H2. Gaz ya. Siril gazni qo'yamiz. Tenglaymiz. Alyuminiy valentligi 3. Klorniki doim 1. Umumiy bölünçümüz 3. Böl. 3 kilometr. Qanday tenglaymiz endi? Vodorod nechta demekdir? Bu yoqda bitta. Taq qo'yishimiz bo'lsa necha qo'yaveramiz? 2. Alyuminiy nechta bo'ldi? 2. Klorchi 2 kere 3 Ders ödeyasını? Qarang. Demak, alyuminiy klor bilan laksataslar reaksiyaga kirishganda alyuminiy xlorid tuzi bilan vodorod gazi ajralar ekan. Bu o'rin olish reaksiyasi ekan. Endi oxirgi reaksiyamiz almashinish reaksiyasi ekan. Qanaqa moddalar qatnashar ekan almashishda? Ikkalasi ham murakkab modda. Ikkalasi ham murakkab modda ekan. Ikkita murakkab modda reaksiyaga kirishib, bir-birini o'rnini nima qilar ekan? Almashtirar ekan. Endi bunga bitta murakkabroq misol yozamiz. Masalan, kim chiqadi? Asoslariga kislotalarni qo'shsak bo'lar ekan. Kim yozmoqchi? Natriy OH, masalan. Natriy OH. Natriy OH deb barobar yozishdi. Plus H2. O'rnini. Natriy klor plus H2O. Reaksiyanın o'zi teng. Qarang. Murakkab moddalarda birinchi murakkab moddadagi atom, ikkinchi murakkab moddadagi atom nomiga barar ekan. Shunda natriy klorid plus H2O bo'lib chiqar ekan. Tushundingmi? Shunday qilib reaksiya nechta turi bor ekan? 4 ta turi bor ekan. Eng ko'p ishlatiladigan yoki hayotda eng ko'p bo'ladigan reaksiya turi qaysidir? Birikash reaksiyalar. Chunki hamma moddalar kislorodlar nima qilishi mumkin? Reaksiyalarga kirishi mumkin. Yaxshi. Ana endi shu 4 ta reaksiya turi bo'yicha sizlarga bitta topshiriq beraman. Masalan, birinchi partaga olma. O'zinglar bu so'zsiz surat deyiladi. O'zinglar shu bo'yicha tushunganinglarni aytib, nima qanaqa reaksiyaga tegishli? Reaksiya tenglamasini yozib bersanglar ham bo'ladi. Keyingisi ikkinchi partamiz. Mana sizlarga miq shu bo'yicha o'zinglarning fikringlarni yozasizlar. Qaysi parta tayyor bo'lsa javob beradi. Reaksiya tenglamalarini ham yozib berasizlar. Alta ketsak ham bo'ladi, alta ketamiz. Kim tayyor? Almasmi? Tur, boshlar almas. Alman tarkibida temir bo'lgan kislorod bilan reaksiyaga kirishganda alman qarayib, korrozib boshqa.
Korroziya emas, temir oksidi hosil bo'ladiganki qorayib qoladi. To'g'ri, reaksiyasini yozdim-ya. Demak, olmani kesib qo'yganman. Kesib qo'ygandan keyin olma havodagi kislorodlar reaksiyaga kirishib, nima qiladi? Qorayib qolar ekan. Durust. Sizlar nima deysizlar? Shadiyana tur. Bu temir deysizlar. Bu hozir qanaqasilar korroziyaga uchragan. Buni Nima bilan reaksiyaga kirishgan shunda? bu Kislorod bilan reaksiyaga kirishgan. Durust tushunib oldingiz-a? Shuning uchun ham rangi nima qildi? O'zgarishga uchradi. Juda ham yaxshi. Keyingi topshirig'imiz ikkala guruhga tablitsalar beraman. Shuni mosini yoniga yopishtirib chiqishimiz kerak. İşte. Ortasida turib kesik ishlar bor. Birinchi parta kim chiqadi? Chiqib ko'rsatib tushuntiradi. Kes. Qani tekshiramiz. Demak, birinchi temirning jami durust. temir bilan kislorod reaksiyaga kiradi. Fosforning jami fosfor bilan kislorod reaksiyaga kiradi. Kukurtning jami kukurt bilan kislorod reaksiyaga kiradi. Metan bilan kislorod reaksiyaga kirishadi. Durust. To'g'ri javobi topildi. Молодец. Ikkinchi guruh qani kechasini tekshirib boramiz. Qani birinchisi kukurtning yonishi to'g'rimi? To'g'ri. Metanning yonishi? To'g'ri. Temirning yonishi? To'g'ri. Fosforning yonishi? To'g'ri. Demak, bu guruh ham to'g'ri javob topishdi. Juda ham yaxshi. Keyingi turimiz doskadagi topshiriqni bajaramiz. Reaksiya turlari berilgan. Shuni mos joyiga olib kelib qo'yishimiz kerak ekan. Qani birinchisi qaysi kim chiqadi? Keldi. Qaysi reaksiya turdi birinchisi? Birinchisi olma suv bo'ladi. Bo'ldi, avaramiz olma suvi. Durustmi? To'g'ri. Ikkinchi o'quvchi. Ke Muhammad. Ke. Qaysi bo'ladi ikkinchisi? Xo'p, yaxshi. Молодец. Durust. Keyingi o'quvchi. Ke kim chiqadi? Ke Bekzod. Bekzod. Qaysi bo'ladi? Temir gidroks parchalanyapti. Qaysi avaramiz? Ayrılma. Молодец. Keyingi olmas. Vodorod bilan kislorod, suv. Durust. Yaxshi. Keyingi Hadicha. Hadicha. Bitta oddiy modda, bitta murakkab modda. Qaysi reaksiyaga kiradi? Qorin va suv. Yaxshi. Keyingisi Shadiyanaga. Qaysi biri? O'rin bosib durust. Yaxshi. Keyingisi bariy oksid bilan SO3. Nima qilyapti bir-biriga? Jasmina. Qo'shilib durust. Keyingisi. Abdulla ke. Magniy karbonatimiz nechta modda ajralgan ekan? Ayrılıyor. Durust. Axir biz tekshiradi. Tez bo'ladi. Temir xlorid, natriy OH. Ikkalasi qanaqa modda? Murakkab. Qaysi bo'lyapti? Olma suv. Yaxshi. Demak, mana reaksiyalarni turlariga ajratib bo'ldi. Bo'ldi o'quvchilar, keyingi topshiriqqa o'tamiz. Keyingi topshiriqimiz reaksiyalarning qoidalari berilgan shu reaksiya turini topishimiz kerak. O'qiymiz-da topamiz. Qani Muhammad? Reaksiya natijasida bir necha yana kurbeli zotlardan bir kurbeli zot Tuziluvі qanday bo'ladi? Qo'shiluv. Qo'shiluv reaksiyasiga. Bo'ldi, durust ekan, ya? Keyingisi kim o'qidi ikkinchisini? Shadiyana. Reaksiya natijasida bir zotlardan yakun немесе odan da ko'p zotlardan tuziluvi ayrılıyor. Durust. Qani ko'ring. O'ta yaxshi, durust ekan, ya? Al keyingisi kim o'qiydi? Asad. Reaksiya кезінде екі күрделі заттың құрам бөліктері орын алмастырады. Орын басу болады. O'rin bosib. Almasuv ekan, almasuv.
jay zat және күрделі zat arasında жүреді. Jay zat күрделі zаттың құрамындағы bir element atomunun орнын басады. Орын басу болады, иә? Жақсы. Болды. Yana keyingisi bor ekan. Qani davom etamiz. Kelingizlar, birinchisini o'qing. Qaysi reaksiya bo'ladi? Reaksiya qaysi tepini yashatadi deydi? Qaysi bo'ladi? Qo'shuluv. Durust ekan. Keyingisi kel. Olmaz. Bir kurdeli zatdan ikki qaysi bo'ladi? Ayrılıyor. Durust. Keyingisi keldirib. Kel. Bitta oddiy modda, bitta murakkab modda. Qaysi bo'ladi? O'rin va suv. Bo'ldi. Keyingisi qanaqa moddalar? Ikkalasi murakkab modda. Qaysi bo'ladi? Olma suv. Olma suv reaksiyasi ekan. Durust. Reaksiya turi o'rin olish reaksiyasi. O'rin olish reaksiyasida bitta oddiy modda, bitta murakkab modda bilan reaksiyaga kirish kerak. Men sizlarga hozir bitta oddiy moddaga alyuminiy kukunni olamiz, uni probirkaga solamiz, ustiga ozgina xlorid kislotasini qo'yamiz. Xlorid kislotasi qanaqa modda? Murakkab modda. Alyuminiy xlorid, alyuminning o'zi oddiy modda ekan. Reaksiyaga kirishgan vaqtda nima hosil bo'ladi? Birinchi murakkab moddani sekin mana faktorlar chiqayotgani ko'rinyapti. Juda ham sekinlik bilan. Qanday reaksiyasini yozamiz shuni. Sekinlik bilan borar ekan bu reaksiya alyuminiy xlorid kislotasi bilan reaksiyaga kirishib, alyuminiy xloridi bilan vodorod gazini ajratib chiqarar ekan. Bugungi darsimizda yaxshi qatnashgan o'quvchilarimizni madaqlaymiz. Asal yaxshi qatnashdi, Shadiyana yaxshi qatnashdi, Abdulla ham yaxshi qatnashdi. Bugun Sherali kamroq qatnashib qoldi. Xo'p, bu gruppadan eng ko'p yaxshi qatnashganlarimiz Almas, Muhammad Reisa tinglamalariga ham yozdi. Bekzod yaxshi qatnashdi, Jamila, Hadicha reaksiya tinglamalarini yozib bergan o'quvchimiz Jasmina ekan. Abdurauf nacharroq qatnashib qoldi. Xo'p, ana endi shu bilan darsimiz tugadi. Bugungi darsimiz kimyo reaksiya turlarini sizlar bilan o'tib mustahkamlab oldik. Keyingi darslarda yana davom ettiraveramiz. Bugavayda kitobimizni 115-betidagi ikkinchi topshiriq. 115-betdagi ikkinchi topshiriq. Uyda reaksiya turlari